Seni ketib qolishingni xohlamadim, Mulon. Shuning uchun o'sha magazinni yaratgandim. Seni olib qolish uchun. Bilasizmi, sizni Superman emasligingizni bilgandim. Lekin ahmoq ekanligingizni bilmagandim. Meni olib qolish uchun churvaqalarga suv separ qurol sotgansiz. Siz o'yinchoq sotuvchisimisiz? Demak, o'sha odamlarga sotgan o'yinchoqlaringiz odamlarga suv sepish uchun ishlatiladi, shundaymi? Bu issiq kunida yaxshi emasmi? Odamlar issiqdan kuygandan ko'ra kayf qilib maza qilgan yaxshi-ku. Sen ham bizga yordam berasan, shundaymi? Yo'q desang, oyingga aytib beraman. Oyimga aytsangiz aytavering. Endi menga farqi yo'q, amakijon. Eshit, Mulon. Sen bizning menejerimiz bo'lishing kerak. Tushundingmi? Hoy, men bunday o'yinchoqlar bilan shug'ullanishni xohlamayman, Qunduz bobo. Bilaman, buni xohlamaysan. Sen allaqachon bizning xodimsan. Nima? Men buni xohlamayman. Kechagina Amerikada edingiz, endi esa bu yerda o'tiribsiz. Jaloliddin Rumiyning bir gapi bor. Hamma o'zi uchun. Hamma o'zi uchun.